Joylarda 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan tadbirlar, ma'naviy ma'rifiy kechalar bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Boysun tumanidagi 38-umumta'lim maktabida ham 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan bayram tadbiri o'tkazildi. Unda ta'lim sohasida faoliyat yuritayotgan faxriylar, o'qituvchi va murabbiylar va o'quvchilar ishtirok etishdi. Tadbirda so'z olganlar ustozlarni bayram bilan samimiy qutlab, mamlakatimiz ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan ishlar xususida alohida to'xtaldi. Bayram vaqtida o'qituvchilar paxta dalalarida bo'lar edi-da. Aynan prezidentimiz tashabbusi bilan imkoniyat yaratib berildiki, o'qituvchi har tomonlama himoyalanib, faqat ta'lim bilan shug'ullanishga, bilim bilan shug'ullanishga e'tibor qaratildi. Bundan biz o'qituvchilar juda xursandmiz. O'qituvchilarga imtiyozlar juda ko'plab berilyapti. Mana ustamalar joriy qilinyapti, sertifikatlar joriy qilinyapti. Bularga ega bo'lgan ustozlarimiz $2,500 oylik olayotganligini guvohi bo'lib turibmiz-da. O'qituvchilar o'z ustida qanchalik ko'p ishlasa, ish haqi ham ko'payadi, yashashi farovonligi ham oshadi. Buning uchun biz prezidentimizdan minnatdor bo'lishimiz kerak. Tadbirning badiiy qismida maktabning iqtidorli o'quvchilari tomonidan Alpomish dostonidan sahna ko'rinishi namoyish etildi. Sochlari 40 kokil bahorning qizisan, oy barchinim. Kel to'y qilamiz ko'klam quchog'ida. Ustozlarni ulug'lovchi she'rlar aytildi, kuy-qo'shiqlar, raqslar ijro etildi. Shuningdek, yosh baxshilar va maktabdagi sport to'garagi a'zolari tayyorlagan turli ko'rgazmali chiqishlari yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Bugun maktabimizda o'qituvchilar hamda murabbiylar kuniga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Bunda iqtidorli o'quvchilar o'z iste'dodini namoyon etdi va bunda men ham faol ishtirok etdim. Ilk marotaba maktabga qadam qo'yganimda men na yozishni, na o'qishni bilardim. Hozirgi kunga kelib har xil yutuqlarga erishmoqdamiz. Buning negizida albatta ustozlarning mehnati yotadi. Tadbir yakunida bir guruh faol o'quvchi va o'qituvchilarga tashakkurnomalar topshirildi. Bu kabi bayram tadbirlari viloyatning barcha tuman va shaharlarida o'tkazilib, o'qituvchi va murabbiylarga hurmat, ehtirom ko'rsatilmoqda.